Mana nimaga Amerikada yurish qiyin. Men ko'rsam, shtraf kelgan $100 ga yaqin. Короче, Manhattan'da yurasiz-yu, libbo joyga parkovka qilish mumkin emas. Biz ham hozir qo'ymoqchi edik. Men ularni ko'rib qoldik. Sekin sipini beryapmiz. Bizacha Central Park yaqinida turibmiz. Okala parkovka shunaqa jinnanar. Naroladacha podullarda parkovkalar bordi. 1 soati $40 dan $100 gacha bo'lgan parkovkalar bor akalar. Ko'chalarga qo'ya olmaysizlar. Stankalar yo'q. Podulli stankalar platnik qo'ymansanglar 2 soat aylansanglar akalar $100 pul tashlab ketyapsiz. Mazami. Shuning uchun o'zimizni O'zbekistondan qo'ymasin, libbo joyga qo'yib keturamiz-ku. Lekin bizda ham mana shunaqa parkovkalarni уже tashkillashtirishdi, qo'yib pulni to'lab chiqib ketaverasizlar. Mana shunaqa joylarga qo'yish Amerikada $12 ekan, lekin bular noto'g'ri joyga qo'yib qo'yishgan. Bu videoni